Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Da'vati zinnun iz huwa fi batnil hut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Fa innahu lam yad'u biha muslimun rabbahu fi shay'in qat illa istajaba lahu." Rasululloh aytibdilar, Imom Ahmaddan bu hadis. Zunnunning kitning qornida turib qilgan duosi: "Sendan o'zga iloh yo'q, sen poksan, albatta men zolimlardan bo'lib qoldim." Aniqki musulmon banda u duo bilan biror narsada Robbisiga duo qilar ekan, duosi albatta ijobat bo'ladi. Mana shu duoni bilamizmi, birodarlar? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Birodarlar, bugungi kunda musulmonlar ustida mushkulalarning son-sanog'i yo'q. Mana shu kunlarda birodarlar shu duoga naqadar muhtojmiz. Alloh Jabbor, Alloh Halim, Alloh Al-Latif bo'lgan zot. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Da'vati zinnun iz huwa fi batnil hut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Fa innahu lam yad'u biha muslimun rabbahu fi shay'in qat illa istajaba lahu." Rasululloh aytibdilar, Imom Ahmaddan bu hadis. Zunnunning kitning qornida turib qilgan duosi: "Sendan o'zga iloh yo'q, sen poksan, albatta men zolimlardan bo'lib qoldim." Aniqki musulmon banda u duo bilan biror narsada Robbisiga duo qilar ekan, duosi albatta ijobat bo'ladi. Mana shu duoni bilamizmi, birodarlar? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Birodarlar, bugungi kunda musulmonlar ustida mushkulalarning son-sanog'i yo'q. Mana shu kunlarda birodarlar shu duoga naqadar muhtojmiz. Alloh Jabbor, Alloh Halim, Alloh Al-Latif bo'lgan zot. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Da'vati zinnun iz huwa fi batnil hut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Fa innahu lam yad'u biha muslimun rabbahu fi shay'in qat illa istajaba lahu." Rasululloh aytibdilar, Imom Ahmaddan bu hadis. Zunnunning kitning qornida turib qilgan duosi: "Sendan o'zga iloh yo'q, sen poksan, albatta men zolimlardan bo'lib qoldim." Aniqki musulmon banda u duo bilan biror narsada Robbisiga duo qilar ekan, duosi albatta ijobat bo'ladi. Mana shu duoni bilamizmi, birodarlar? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Birodarlar, bugungi kunda musulmonlar ustida mushkulalarning son-sanog'i yo'q. Mana shu kunlarda birodarlar shu duoga naqadar muhtojmiz. Alloh Jabbor, Alloh Halim, Alloh Al-Latif bo'lgan zot.